Bu videomiz 12 turadigan akalarga. Ko'ryapsizlar do'stlar, qop-qora 12si. Mana qop-qora 12si mana ko'ryapsizlar. Endi mana oqi. Qaylar do'stlar, bitta ish qilamiz. Oq 12si zo'rmi? Oq 12si zo'rmi yo qora 12simi? Bitta kommentariyga yozib ketinglar, 12si qaysi biri zo'r? Mana oqini ham ko'ryapsizlar. Oq ham redline pozitsiyada turibdi, mana cho'tki turibdi, mana. Ko'ryapsizlar? Oqi mana. Bu qorasi. Qaysi biri derizki? Kommentariyga yozib ketinglar, oqi zo'rmi yo qorasimi? Men o'ylashim bo'yicha qora deb o'ylayapman. Uka, sen nima deb o'ylaysan? Oqi zo'r deysan? Ha? Ya qora uka. Oq aka. Bitta bilaylik obunachilar fikrini. Bo'ldi aka. Bo'lmasa qoraga lag bos. Ha, yo'q, lag bos so'radi uka. Oqi zo'rmikin, qorasi zo'rmi? Bitta so'raymiz. Bo'ldi kommentariyada. Ha, do'stlar kommentariyaga yozinglar, oqi zo'rmi, qora 12si zo'rmi? Jentrani tiqishtirmanglar albatta. Jentra o'sha zarbat. Jentrani hali buni urguniga kelguncha hali jentrasilar ancha bor. Yozib ketinglar, oq, qora. Men o'ylashim bo'yicha qora. Qani qaysi bir cho'p lak yegadigan bo'lsa, qaysi bir cho'p yutug'i bo'ladigan bo'lsa, uka, men sani mashinaga pony bak biznes qo'yib beraman. Agar oq deysan. Agar qora deysa, sen menga pony bak biznes qo'yib berasan, uka. Gapsizmi? Gap yo'q. Do'stlar faqat realni yozinglar, oq, qora. Sog' bo'ling.